Siz ham bu ayol va uning qizi bilan bo'layotgan g'ayrioddiy narsalarni ko'rdingizmi? Bibo va Bibi ismli ona va qiz o'zlarini notabiiy, g'alati qiliqlari bilan va juda ham bachkana makiyaji bilan mashhurlikka erishgan. Bundan tashqari eng g'alati joyi, bu videodagi qizcha juda ham yosh bo'lishiga qaramasdan o'ziga jalb qiladigan tarzda makiyaj qilishi bo'ldi. Ammo ularni kuzatuvchilarni hayron qoldirgan joyi shu bo'ldiki, bu videolar oddiygina xonada emas, balki maxsus suratga olish xonasida olinganga o'xshardi. Bu bilan odamlar ularni kimdir mana shunaqa videolar olishga majburlayapti deb o'ylashdi. Buni tekshirish maqsadida esa ularni kuzatuvchilari kommentariyalarda ularga maxsus rangdagi kiyimlar kiyishini yokida maxsus ishoralar ko'rsatishini aytishdi. Shu tarzda ularga yordam kerakligini bilib olishmoqchi edi. Odatda bunga javoban esa Bibo va Bibi kommentariyada so'ralgan ishlarni qilishardi. Bu esa odamlarni yana ham shubhalantirdi. Hozirgi paytga ko'ra odamlarning fikri bu holat bo'yicha bir necha guruhlarga bo'lingan. Ba'zilar buni shunchaki e'tiborini tortib pul topish yo'li deb o'ylashadi. Boshqalar esa rostiga ham ular kimnidir nazorati ostida majburan mana shunaqa g'alati videolar olayotgan deb o'ylashdi. Lekin bu voqea bo'yicha siz nima deb o'ylaysiz? O'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring.